Qo'riqchilar, qizigan temirni olib keling. Hop, zot oliylari. Bu faqat o'yin uchun dedingiz-ku. Sizga jahlingizni tiyishni aytgandim. Bundan foyda chiqmasdi. Bir kun muammo bo'lishini bilardim. Bu qizdan boshlang. Menmi? Nima? Xonim, to'xtang, Gilgim. Xonim. Gilgim. Xonim, yordam bering. Zot oliylari. Iltimos, gapimni tinglang. Hozirgina juda ham bebosh eding-ku. Nima, fikringdan qaytdingmi? Bebosh, menmi? Yo'q, endi umuman qochmayman. Umuman. Shu yetarlimi? Qochmaysanmi? Bu juda yaxshi gap bo'ldi. Seni shunda yuborsam, juda ham afsuslangan bo'lardim. Qizni qo'yib yuboring. Hop, zot oliylari. Zot oliylari, endi bizni qaytadan qamoqqa yuborasizmi? Albatta unday qilmayman. Bilasanmi, men juda ham och qoldim. Menga ovqat tayyorlaysan. Ishonib bo'lmaydi. Demak, yana ovqatimni xohlayapti. Xonim, tezroq javob bersangiz-chi? Ha, albatta. Darhol tayyorlayman. Lekin bir iltimosim bor. Qanday iltimos? Gilgimni yordamchi oshpazim qiling. Yolg'iz uddalay olmayman. Mayli. Buni evaziga butun qalbing bilan pishirib, bor kuchingni berasan. Meni xursand qilish uchun oddiy qaynatma go'shting yetmaydi. Qaysi taomni xohlaysiz, zot oliylari? Qanday taomni xohlayman? Yashashni istagan o'ladi, o'limni istagan yashaydi. Joningni saqlash uchun oldingiday ovqat qilsang, o'lasan. Ammo joningni tikib yangicha taom qilsang, tirik qolasan. Faqat taom meni rozi qilsa albatta. Xonim, saroy oshxonasiga kirishimizdan xursandman. Lekin biz omon qolamizmi? Gilgim, men tirik qolish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Otam bilan yana uchrashaman. U bilan birga ovqatlanaman. Shunday paytda siz juda ham kuchli bo'lishingiz kerak. Men ham qo'ldan kelganini qilib tirik qolaman. Saroy oshxonasining katta saroy xonimiga aylanaman. Xo'p, Gilgim. Men ham kuchli bo'lishga harakat qilaman. Xonim. Ishonolmayapman. Xonim, sizga nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz? Yaxshimisiz? Yig'lamang endi. Rahmat, Gilgim. Men pishirish musobaqasida eng baland ball olganman. Rostdanmi? Ya'ni birinchi o'rinni olganman. Qiyin topshiriq bo'lsa, men yaxshi ishlayman. Shuning uchun xavotir olma. Siz juda ham zo'rsiz. Qani endi boshlaymiz. Ha? Nima dedingiz? Qirol uchun taomni mana shu ayol tayyorlaydimi? Hazilni ham oshirib yubordingiz, bosh xizmatchi. Men boshqa nima qila olaman? Axir bu podshohning buyrug'i. Buyuk qirolichamiz xabardormi bundan? Jim bo'ling. Bosh xizmatchining o'zi kelgan.